O'zbekistonda bir bola chiqibdi, Taysonman deydi. Men Taysonman, men. Du bilan O'zbekistonda bir bola chiqibdi, menga o'xshayar ekan. Har xil videolar chiqaryapti, voy. Tayson ekanligimni o'zim bilib qolganman. Agar sen Tayson bo'lsang, men nima magazinchi G'olib boymanmi shunda? Yoki Parqiyni chap tuxumi tomonidagi magazinda ishlaymanmi? Bitta shashlikni yomadi. Somsa yegani ham bor u bolani. Do'stlar, Somsa yeyman deb og'zini kuydirib o'tiribdi. Men mayli indamadim, lekin yana har xil videolar chiqaryapti u bola. men vinomat emas-ku sizlarga to'g'ilib qolsam, banday musulmon ye. Men vinomat emas-ku sizlarga. Eng alam qiladigani uni Hindga o'xshatishgani bor. Hind emas u bola, Hindga o'xshatib yotishibdi. Endi Hindga chiqaryapsizlar. Bunisi oshib pishdi do'stlar. Eng dahshati u meni mashhur qilgan ekanmish. Boks qiroli Mike Tayson ham hozir trend bo'lib ketdi O'zbekistonda. Menga nobor rahmat aytish kerak. Rahmat. Endi ochding dedimda, u bolaga o'zim telefon qildim. Assalomu alaykum. Qalaysan, jiyan, yaxshimisan? Ha, zo'rmisiz? Agar men haqimda yana nimadir gap bo'ladigan bo'lsa, boshingni yorib qo'yaman, aytib qo'y, tushundingmi? Rahmat, joningiz omonmisiz?